O'rtoqlar, keyingi modelimiz ko'ramiz. Birinchi modelimiz introsi yo'q edi. Shamol tezligini taxminan ko'ryapsizlar. Xo'p. Stabil modda yoqamiz. 6 ta, novi 6. Ketdi. Tixa uchar ekan. Yaxshi. Xo'p, mana uchishi. Yumshoq plavni uchar ekan. Stabilizatori yaxshi ishlayapti. Shuncha shamol bo'lishiga qaramasdan mana o'zini yaxshi ushir ekan. Chiroqlari lekin boshqacha vid berar ekan baribir. Ha. Buni uchish stilistikasi, buni originalini bilasizlar. Xuddi o'shanga o'xshar ekan lekin. Hozir ko'ramiz, sekin qo'ndirishga harakat qilamiz. Voy. Tiyaga yetmay qoldi, tiyaga. Hozir sekin tiyaga berib uchirib ko'ramiz yana. Mana eti chiqib ketar ekan. Yoki yaxshi qotirmadik. Xullas ketamiz. Hozir stabilizatsiya yoqilgan jarayoni edi. Ketdik yana. Xo'p, endi giro mod bor ekan. Mana giro mod nimaga kerak? Mana. Aylantirib olamiz. Vertikal uchiramiz, vertikal. Nima deyapti? Bo'ladimi? Ana, endi ko'rdik. Endi yedi lekin. Seryozni yeganga o'xshaydi. Opit baribir kamda. Xo'p, ko'ramiz operator. Nimalari ketgan? Batareyaga chiqib ketibdi. Uzilmabdi, faqat chiqib ketibdi. Xo'p. Mana bu g'ilofchasi ham. Ha, bu o'zi chiqib ketadigan ekan. Menimcha o'shanga moslangan bu. Mana bu qanotchasi yana o'sha joyi chiqib ketibdi. Вроде нормальный. Qani, yana ko'ramiz. Stabil rejimga qaytdik. Manualga o'tamiz. Hozir manualga o'tdik.